Ana bu dunyoda banda zoti Allohning jamolini ko'ra olmaydi. Chunki chidamaydi bunga. Mumkin emas. Musa alayhissalomdek buyuk payg'ambar o'zlari Allohdan meni o'zingni menga ko'rsat deganda yo'q degan. Chidolmaysan degan. Qiyomatda ana mo'min, musulmon bandalardan yetishganlari Allohning jamolini ko'rishga nasibador bo'ladi. Bu eng buyuk mukofot shu bo'ladi. Jannatlarni hammasi ham ko'ra olmaydi. Jannatga kirganlardan alohida zotlar Allohning jamolini bir bor ko'rishlari bor. Ana shu eng buyuk mukofot, eng yuqori mukofot, eng oliy mukofot, haligi maqsadi oliy shu.